Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Rossiyada ishlayotgan musofir yurtdoshlarini haq-huquqlarini har doim himoya qilib, ularni qo'llab-quvvatlashga tayyor ekanini omma oldida yana bir bor isbotlab berdi. Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Rossiya elchisi Sergey Vakunovichga rasmiy nota topshirdi. 11 aprel kuni Moskva shahrida Vodrost hammomida qirg'izistonlik musofir ishchilarning ommaviy ravishda kaltaklanishi va ularga ta'ziyq o'tkazishi natijasida Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy murojaat bilan Rossiya elchisiga Rossiya davlatiga murojaat qildi va bu holatni tushuntirib va izohlab berishni talab qildi. Va bu holat shu narsani anglatadiki, Qirg'iziston Respublikasi chet elda Rossiyada ishlab faoliyat yuritayotgan musofirlarni hech qachon o'z holiga tashlab qo'ymaydi, ularning haq-huquqlarini himoya qilish uchun doim kurashib kelishini anglatadi. Va biz barcha musofirlarimizga sog'-omon bo'lishlarini tilab qolamiz.